Sizlar bilan hozir nimalarni xarid qildik? Raspakovka chek. Muzaffar aylo charchab qoldi. Ha bacham, charchadingizmi? O'zim dumbug'im. Bitta suv bering. Hay, u narsalarni ham olib keling, hay. Mana olganimizni raspakovka qilamiz. Ketdikmi? Ketdik. Birinchi o'rinda damashqli non, chunki uyda non qilmaymiz. Va unga qo'shimcha mana bunaqa patir oldik. Mana, biram ko'ramiz, to'g'risi o'zim ham rosa ham yeb keluvdim. Yesam. Tamam, biram ajoyib. Ketib qolamiz efar. Tamam, biram yo'qotdi. Mana bunaqangi qora choy. Qishda biz doim qora choy ichamiz, ayniqsa men, chunki doim ravishda davleniyam tushadi. Bilmayman, ham sosiska oldik. Bilmayman bu yoqqa nechta ish qilib ancha oldik. Mana bunaqangi napitka limonad oldik. Men yaxshi ko'raman. Muzaffar yaxshi ko'radi, o'sha uchun hozir unga solib beraman. Bunaqa yangi bakal oldim. Yangi bakalda ichamadim, mana bakalimni o'ziniki qilib qo'ydi. Yangi bakal bu. Biz olib keldik. Rahmat. Nima mazza. Zaryadka oldik 4 dona. Muzaffarni, короче, nima edi? Samoqatim. Samoqatini zaryad tugab qopti. Shuncha oltini oldik. Bilmaman bu yerda 10 tacha shekilli. Bu ham Muzaffar uchun. O'zimdan olib qaraganda faqat Muzaffar uchun bozor qildik. Unga leys oldik. Kichkinasi emas, kattasidan. Yo'limiz katta bo'lgan sari leysimiz ham kattalashibdi. Oldin kichkina olib berardim. Xo'p deb yerdi. Uzum oldik, uzumdan qaranglar. To'g'risi bu narsalarni hammasini o'zimizning magazinimizdan sotib oldim. O'sha uchun ko'pisi mana bu patirlarni ham o'zimizning qishlog'imizning ayollari qilishgan. Bu uzumni ham o'zimizning qishlog'imizdagi insonlar yetishtirishgan. Men olib qaraganda tabiiy demoqchiman. Вот. Shu tamom unaqa ko'p narsa olmadik. Sizlar bilan shunaqangi raspakovka bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.